Assalomu alaykum, hakiki Gaptosh quvozlari, xonadonlar, uydalar, birga hamalaqshimi? Allohimga hamd sanolar shukr olsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salom olsin. Baliq bozorda ham ko'rsataman, opoqilari nevaralar olib chiqib, opoqijon baliq bozor, qush bozor deb olib chiqishadi. Opoqilari aylantirib chiqishadi. Opoqim menga baliq olib berganini xursand bo'lsam. Bitta baliq bozorda ko'rsatib yuboring. Mana baliqlarni qanaqalar yoqqanmasa kelib bemalol murojaat qilaverasiz mana. Ovqatlar yashang aka ham bor, hamma narsalari bor. Bolaringga shukr mana. Baliq bozorimizga kelaverasizlar, baliq bozorimizga. Kelmaganlar afsus qilmaydi, ko'rib olaveradi. Assalomu alaykum. Qarang, ha savdingizni qilavering. Baliqlarni, vozuqlari, ovqatlari, hamma narsalari bor mana. Bemalol kaptarga o'xshagan matrapda ham ishorasizlar mana bu matrapda mana. Shunday ishlasalaring, ikkita chiqadi, uchta chiqadi. Alloh alam. Ovqatlari va nimalari bor, yeydigan narsalar bor. Va toshlari ham bor ekan mana. Toshlari mana. Mana toshlari. Akvariumga solib qo'yib, chiroyli qilib, mazza gazlarda o'tirib, mazza qilib tomosha qilsalaring, miyalang shunaqa dam oladi, shunaqa mazza qilaverasizlar. Deb Allohga shukr deb o'rnatgan bo'lsa. Mabodo agar baliqlar kelib qolsa, qushlarimiz yoqib qolsa, kelasizlar Qo'qonimizda bor. Bir qush bozor, baliq bozor ko'rsatib qo'ying. Yorib qo'ymaysiz. Yorishsa mashina, lekin suv qo'yib yuborishsiz, manzilni o'zingiz yurasiz. Mana baliqlar bor, mabodo kerak bo'lsa, murojaat qilaverasiz. Ajoyibligini qarang baliqlarni. Buni qarang, maşalloh. Bolaringga shukr, bolaringga shukr. Mana endi akvariumlari bor, hamma bor. Nima kerak bo'lsa, akvariumda ovqat kerakmi, doni kerakmi, suv idish kerakmi, hamma narsasini chiroyli qilib berishadi. Faqat akvariumda pul bilan kelsa, akvariumga hammasini yasatib berishadi. Bitta qush bozorimizdan ko'rsatib o'ravering. Mana shu qush bozorimiz. Odamlar sovuqda bo'lsa ham chiqyapti. Shu bolalar xursand bo'lsin deb yaksham kilo olib chiqishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. İşlaringiz yaxshimi? Ishlar bilan charchamang. Shunchalik hurmat qilib, erinmasdan mana ularni bittama-bitta qoqib, bittama-bitta qilganingizga sovuqda Alloh rozi bo'lsin sizdan. Shularni qilib qo'ysa, devoryapti-da. Mana shularni ushab, harakat qilib, shogirdlar olib, dijini qilsa, ertadagi o'zi qiynalmaydi. Gapiga ham, to'yiga ham, marosimga ham harakatini qilaveradi. Dada pul berib turing demaydi. Bolalaringizga shukr. Bitta duo qiling. Amin akalar. Allohu akbar. Bitta qush bozorimizni ko'rsatib oling. Xorijga shukr shunchalik mehnat qilib, o'qilyapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Videolarimiz, muomalalar qancha obuna bo'lib, like to'solinglar.